Miras taqsimoti. Savol. Assalomu alaykum. 63 yoshga kirgan tul ayol bo'lib, hayot vaqtida qo'shnisi u ayolning holidan xabar olib, osh-tomoq berib boqqan va u ayol vafot bo'lgandan keyin uy ziminiga varislik qiladigan bo'lib kelishim tuzishgan. Hozir u ayol o'lib ketdi. U ayolning to'y qilgan bir o'gay qizi, bir ochisi va bir aksi bor. Bu mirosga kim varislik qilsa bo'ladi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila taobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Agar ahvol suolda bayon qilingandak bo'lib, bir aka, bir ojidan boshqa yo farzand, yo ota-ona yoki cho'ng dada yoki cho'ng ona qatorliq mirosxo'rlar topilmagan taqdirda miros tuvandagidek taqsim qilinadi. O'gay qiziga miros tegmaydi. Chunki u mirosxo'rlardan emas. Qo'shnisig'imi miros tegmaydi. Chunki qo'shniga miros qoldirish kelishimi shariatga xilof. Chunki shariatda qo'shniga miros tegmaydi. Mirosni xizmatini qilib beqish ish haqqi degilimi bo'lmaydi. Chunki buningda beqish muddati noma'lum. Miros to'xtamini faqatla vasiyat deb qarashga bo'ladi. Chunki shariatda meyitning mirosining 3dan 1 miqdorida vasiyat qilish huquqi bo'lib, buningga asosan to'xtamning shariatga uyg'un bo'lgan qismilar kuchga ega bo'ladi. Ya'ni qo'shnisiga mirosning 3dan 1i vasiyat sifatida tegadi. Qolgan 3dan 2 qismini ochisi bilan aksi bir o'g'ilga 2 qiz nasibasi bo'yicha oladi. Ya'ni vasiyatdan oshgan qismini 3 ga bo'lib, 2 qismini aksi, 1 qismini ochisi oladi. Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq degan: Sendan fatvo so'rashidi. Aytqinki, Alloh onasi va bolasi yo'q meyitning mirosi to'g'riliq mundaq fatvo berdi. Agar bir kishi vafot bo'lib, bolasi bo'lmasa, faqat bir hamshirasi bo'lsa, u tarakning yarmini oladi. Agar hamshirasining bolasi bo'lmasa, har bir tuqqani uning varisi bo'ladi. Agar u er kishining 2 hamshirasi bo'lsa, ularga tarakning 3dan 2 hissasi tegadi. Agar varislar ham er ham ayol bir tuqqanlar bo'lsa, bir erga 2 ayolning hissasi beriladi. Adashmasliqlar uchun Alloh sizlarga bayon qilib berdi. Alloh hamma narsani bilguchidir. Nisa surasi 176-oyat. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdullaziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom, 67 nomerlik fatvo.